Qarshi shahrida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, Telegram messenjerida notanish shaxs bilan tanishib qolganini, ushbu akkaunt egasi o'zini qiz bola sifatida tanishtirib, unga ishqiy munosabat taklif qilganligini bildirgan. O'zaro shaxsiy yozishmalarda ariza muallifi o'ziga tegishli bo'lgan foto va videolarni qiz bolaga, aslida esa o'g'il bolaga jo'natgan. Soxta akkaunt egasi ijtimoiy tarmoqlarga tarqatmaslik evaziga tovlamachilik yo'li bilan 2000 AQSh dollari pul talab qilgan. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor texnik tadbirlar davomida noma'lum profil egasi Kasbi tumanida yashovchi fuqaro ekanligi aniqlandi. Tovlamachilik bilan so'ralgan 2000 AQSh dollari miqdordagi puldan 1000 AQSh dollarini olgan vaqtida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilyapti. Noma'lum